Bu yerda shuncha eshik bor. Hammasi bir-biridan xo'shroq, lekin bilasizlarmi, bu eshikning nechundir rangi menga uncha yoqmadi. Buni menimcha umuman bu xonaga to'g'ri kelmaydi. Buni dizayni boshqacha bo'lishi kerak edi. Buni tuzilishi boshqacha bo'lishi kerak edi deb sizlar ham qayg'urib turibsizlar. Umuman qayg'urib o'tirmanglar. Undan ko'ra videoni oxirigacha ko'ringlar. Hozir men sizlarga o'zingiz istagan dizaynda, o'zingiz istagan rangda cho'tga etib sizlarga eshik tuzib beradigan yerni tanishtirib o'taman. Qani ketdik. Men shu vaqtgacha bir bilsam 12 dan ziyod rangni bilgan bo'lishim mumkin, lekin bu yerda ko'rib turganlaringizdek 1000 dan ziyod turli xil rang bor. Ya'ni sizlar istagan ranglaringizda, istagan dizaynda o'zingizga eshikni yarata olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni xohlasangizlar bu yerini yashil, bu yerini oqatishni istagan bo'lishingiz mumkin. Xohlasangizlar ina bu yerini kichkinaroq dizaynda yoki bezakni bu yerda nechtir bir boshqacha qo'shishni istagan bo'lishingiz mumkin. Xuddi o'zingiz nechik istagan bo'lsangizlar, ana shunday bezakda, ana shunday dizaynda qo'shib aytib sizlarga judur eshiklari cho'tga etib yaratib beradilar. Eng muhimi bilasizlarmi, ham dim sifatli, ham hamyonbop narxlarda, ya'ni sizlar ham sifatni, ham arzon narxlarda o'zingiz istagan eshikni yarata boshlashingiz mumkin bo'ladi. Buni qo'yinglardan tez judur eshiklarni kelinglar. O'zingiz istagan dizaynda, o'zingiz xohlagan modada aynan shunday eshik olib kelsangizlar bo'ladi. Zo'r dizayndagi albatta ajoyib eshiklar yarashadi. Tanizangiz.